Telefoningizdan polyot rejimini yoqib qo'yib, bemalol internetdan foydalansa bo'lishini bilarmidinglar? Bilmagan bo'lsanglar, hozir men sizlarga shuni o'rgatib qo'yaman. Sizlar bo'lsa videoga like bosib, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Bemalol Instagramda videolar ko'rishinglar mumkin va yoki YouTubedan ham bemalol o'zingiz istagan videolarni ko'rib o'tirasizlar. O'yinlar ham o'ynasanglar, telefoningizlar polyotda turaveradi. Sizlarni hech kim bezovta qilmaydi. Bu narsa hattoki Telegramda ham ishlaydi. Bemalol do'stlaringlar bilan yozishaverasizlar, telefon polyotda turaveradi. Bilaman, bu narsa sizga qiziq bo'lyapti. O'rganish xohlayapsiz. Tez videoga like bosib qo'ying unda. Telefoningizlarni polyot rejimida ishlatishingiz uchun sizlarga bir dona maxsus ilova kerak bo'ladi. Buning uchun Telegramga kirib, xuddi shunaqa kuchukcha ilova Xuz bot deb qidirasizlar. Original birinchi chiqqan botga kirasizlar. Botga kirib start tugmasini bosasizlar. Bu yerga kanallarga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va bu yoqdan avia rejim ilovasini shundoq ustiga bosib yuklab olsanglar bo'ldi. Bu yerda men qo'llanma videolarni ham tashlab qo'yganman. Polyotda mazza qilib ishlatasizlar telefonni. Telegram orqali topishga qiynalsanglar, Instagram profilimni shapkasiga o'tasizlar, podpiskani bosib, ilova Xuz bot joyiga bitta bosib, yuklash joyiga bitta bosasizlar, sizlarga o'zi avtomatik botni ochib beradi. Xuddi shu joyda продолжить bossanglar, o'zi sizlarni botga qo'shib qo'yadi. Bu videoni o'rtoqlab barcha ko'rish uchun eng yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar hamda o'zingizlarning istoriyalariga qo'yib yuboringlar. Profilimga o'tsanglar, bundan da qiziqarli videolar bor.